Toshkentda ayrim kvartiralar narxlari keskin ko'tarildi. Gap shundaki, Toshkentda yangi kvartiralarning 1 kvadrat metri hozir $900 dan $2200 gacha chiqib ketgan. Eng qimmat hududlar esa odatdagidek Mirobod, Yakkasaroy va Shayxontohur bo'lib qolmoqda. Eng arzon variantlar esa asosan Sergeli va Bektemir taraflarida uchrayapti. Ma'lum bo'lishicha, narx faqat tumanga emas, balki uy qaysi bosqichda ekaniga, qavatiga, maydoniga, ta'miriga va uy klassiga ham bog'liq. Shu sabab ayrim joylarda bir xonali kvartiralar 45-55 ming dollardan boshlansa, tayyor va yaxshi joydagi variantlar 80-100 ming dollarga chiqmoqda. Yana bir muhim nuqta, yangi qurilishlar ikkilamchi bozordagi uylardan 1,5-2 barobar qimmat bo'lishi mumkin. Ayniqsa markaziy tumanlarda 2 va 3 xonali kvartiralarda narx tafovuti juda katta. Agar Toshkentdan kvartira olmoqchi bo'lsangiz, faqat tumanga qarab emas, balki uyning holati, qurilish bosqichi va joylashuviga ham qarash kerak. Chunki bir tumanning o'zida ham narxlar juda keskin farq qiladi. Xo'sh, sizningcha Toshkentda kvartira narxlari hali yana oshadimi yoki tushish ehtimoli bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdagi eng dolzarb voqealar va muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.